Bugun sizlarga cho'kib qolmaydigan biskvitni retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bismillah deb tuxumimizni oqini sarig'idan ajratib olamiz va mikserga jo'natamiz. Oldin sekinroq, keyin balandroq qilib yaxshilab oppoq bo'lib ko'pirtirganimizdan so'ng sekin-sekin shakarimizni qo'shishni boshlaymiz. Shakarimizni qo'shib bo'lgandan keyin tuxumni sarig'iga o'simlik yog'imizni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuxumni oqiga tuxumni sarig'ini qo'shib sekin bir tomonga aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin un, kakao razrihli tilda solib yaxshilab aralashtirib, to'rt etapda bo'lib elab tuxumli massamizga qo'shamiz. Ventikni faqat tepadan pastga qilib bir tomonga aralashtirishga e'tibor bering. 26-27 diametrli qolipda 160-170 gradusda pishirib olamiz. Albatta tepa pastini baravar yoqib pishiring, shunda biskvitingiz juda ham idealniy bo'lib, zo'r bo'lib chiqadi. Biskvitimiz juda ham sochniy bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqganida duo qilishni va guruhimizga a'zo bo'lishni unutmang.